Mijozdan qaytishlar. Bu sotuvlar bo'limida shunchani tashkil etadi. Mijozdan qaytishlar. Biz mijozdan qaytishlarni mana shu mijozlardan qaytishlari o'zidan yaratishimiz mumkin yoki bo'lmasa birorta sotuv asosida ham yaratishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun sotuv raqamini ustiga bosib, mahsulot qaytarishni bosishimiz mumkin. Ushbu buyurtmada 500 ta olma, pivo olma 1 litrlik buyurtma qilingan edi va undan 400 tasini bizga qaytarib beryapti va biz sotgan narximizda qaytarib olyapmiz. Bu sotuv ikki asosida bo'lyapti. Saqlashni bosadigan bo'lsak, mijozdan qarzimiz bizdan qarzi kamaydi va bu sotuvda ham ko'rishimiz mumkin. Necha pullik sotuv bo'lgan va necha puliga bizga qaytib kelganini ham ko'rsak bo'ladi va ikki raqamini ustiga bosgan paytimizda mijozdan qaytishlari hujjati ham ushbu sotuvimizga bog'langanini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu mijozdan qaytishlar bo'limiga o'zi to'g'ridan-to'g'ri tushadi. Bunda ham xuddi xaridor singari birorta mahsulot mijozdan qaytib kelgan paytida o'sha sotuv asosida mijozdan qaytishni amalga oshirgan ma'qulroq yoki oddiygina qilib mijozdan qaytish qilib mijozimizni tanlaymiz. Ibrahim Diaz birorta mahsulotimizni o'ntasi bizga qaytib kelyapti. Bunday holatda bizda omborimizda shu sotuv narximiz asosida 10 ta mahsulot bizga omborimizga qo'shiladi. Har ikki holatda ham mijozdan qaytishlarni biz amalga oshirishimiz mumkin. Excelga yuklash emas, mijozdan qaytishlariga kirib, buni Exceldan yuklashimiz ham mumkin. Xuddi bu sotuvlarni ham Exceldan yuklashimiz mumkin. Oldin sotuvda ko'radigan bo'lsak, misol uchun Kekoga Exceldan yuklash, Excelni bitta ko'rib olamiz. Ular bo'limini birinchiga o'tkazamiz va saqlaymiz. Excel faylimizni tanlab, unda mahsulotni nomi va miqdori yetarli, narx serverni o'zida bor. Standart narxlarimiz 870 ming so'm tashkil qilyapti. Saqlashni bossak, Kekodan biz 870 ming so'mlik sotuvni qildik. Endi mijozdan qaytishlarda ham xuddi shunday Exceldan yuklab olishimiz mumkin. Bu mahsulotimiz Kiko emas, Fransiya kartasidan olishimiz mumkin. Exceldan yuklash qilib, aynan o'sha mahsulotni bu yerdan yuklab olishimiz ham mumkin. Miqdori, mahsulot nomi va miqdorini belgilaymiz. Narxlari sotuv narxi asosida kelyapti mana. Saqlashni bossak, bu o'zimizdan ham mahsulotni qaytarib oldik. Qarzi ko'proq edi va 870 mingga qarzi kamaydi. Mijozdan qaytishlar shundan iborat.